Vo, ana bugungi savdoyam zo'r bo'ldi. Endi bularni yechib olsam, chet elga sayohatga uchaman. Meni hech kim kuzatgani yo'q. Aynan mana shunday holatda kriptoaktivlarning noqonuniy savdosi bilan shug'ullanib kelgan fuqaro qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, 2007-yilda Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan fuqaro Betget platformasida noqonuniy tartibda brokerlik qilib kelgan. Fuqaro 2 yil ichida 164 million miqdorda kriptoaktivlarni qonunga xilof tarzda olish, ayirboshlash bilan shug'ullangan. Profillar mana shundan iborat. Bunda qancha amaliyot bo'lgan bo'lsa, Betget.com sayt orqali profilini o'tkazib yuklab oldik va Excel bayonnomaga Excel shaklida ilova qilamiz. Bu holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 278.8-moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda bo'lsa ham ochiladi. Taras Yo'ldoshev, Shukur Tursunqulov, Samarqand.